Bir bor ekan, bir yo'q ekan, uzoq shimolda qor malikasi degan ulkan saroyda oppoq malika yashagan ekan. U qorni boshqarar, qish havosini jilolantirar, daraxtlarga oppoq libos kiyardi. Ammo bir kuni qish o'rtasida uning yuragi sovuqlashib qolibdi. Qorlar haddan oshib yog'a boshlagan. Odamlar uydan chiqa olmay qolishgan. Shunda malika bir shart bilan ogohlantiribdi. Agar kim mening sovuq yuragimni isitib bera olsa, men qishning sovuq kuchini qaytaraman. Bu gap qudratli bo'lsa-da, hech kim qo'rqib malika huzuriga bora olmagan. Faqatgina kichkina Jasur ismli bola bor ekan. U qor sovuqdan qo'rqmas, hamma bilan do'st edi. Jasur malikaga yetib boribdi. Malika unga: "Qanday qilib meni isitmoqchisan? Mening yuragim muzdana?" Jasur qo'llarini ko'ksiga qo'yib, jilmayib javob berdi: "Men sizga hech narsa bermayman. Men sizga faqat samimiy tilaklar aytaman. Chunki iliqlik sovuqdan kuchliroq." U malikaning yoniga borib shunday debdi: "Siz dunyoni chiroyli qorlarga burkaysiz. Sizning ismingiz oppoq ezgulik. Siz hech qachon yolg'iz emassiz." Shunda malikadan katta nur chiqa boshlagan. Muzlar eribdi. Yuragi asta-sekin iliqlik topdi. U bosh egib dedi: "Rahmat Jasur. Sening iliqliging qishning sovug'idan kuchli ekan. Endi qish yumshoq bo'ladi." Shu kundan boshlab qish juda go'zal, yumshoq va mehribon o'tar ekan.